Are you okay? Jigar, mana shunaqa zinadan chiqib tushda qiynalmaslik uchun o'lchamlar qanaqa bo'lishi kerak, bilasizmi? Iloji boricha ko'pchilik aytadi va ko'pchilik biladigani 15-30 standart zina, lekin har doim 15-30 qilaman desangiz, joiz misol uchun to'g'ri kelmasligi mumkin. Shunaqa holatda qanaqa qilish kerak o'lchami desangiz, iloji boricha 17 sm dan zinani balandligini va bosadigan pog'onasini 28 sm dan kam qilmagan yaxshi. Mana shu o'lchamlarni ichida qilsangiz bo'ladi. Ya'ni misol uchun 16 ga 29 qilsangiz bo'ladi, misol uchun 15 ga 30 bo'lmasa, yoki balandligini 16 ga 17 qilib turib, bosadigan pog'onasini 30 qilsangiz bo'ladi. Yoki hop balandligini 15 qilib turib, bosadigan pog'onasini 30 emas, 28 qilsangiz ham bo'ladi. Endi buni taxtadan misol uchun ertaga olib chiqib qo'yotganda 30 ga aylantirib olsa bo'ladi. Shunaqa muammo bo'lmasligi uchun shu videoni qurilish qilayotgan tanishlarga ham jo'natib qo'ying va iloji boricha saqlab qo'ying. Ertaga albatta sizga foydali bo'ladi. Sizga yana qurilish shoyat qanaqa savollar qiziqtirsa, izohlarda qoldiring. Keyingi video aynan sizni savolingizni ko'rishamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ko'rganda ko'rishamiz.